O'sha tunda men Sevgini butunlay boshqacha tasavvur qilgandim. Asil ismli yigitim. U meni devorga taqab, "O'zing xohlading-ku" deganda, men qochishga joy topolmadim. Uning harakati shunchalik tez va shafqatsiz ediki, men dod deb yuborishga ulgurdim xolos. Og'riq, dahshatli og'riq va issiq qon. O'sha kuni uyga qanday yetib borganimni eslay olmayman. Yuragimda muhabbat o'rniga faqat qo'rquv va jismoniy azob qolgandi. Bu hikoya mening o'smirlik xatoyim va birinchi og'riqli tajribam haqida. Mening ismim Zarina. Hozir bu voqealarni eslasam ham kulgim ham yig'im keladi. O'shanda endigina 15 yoshda edim. Hayot hali oldinda, yurakda esa faqat orzular. Sevgi nimaligini kinolarda ko'rib, kitoblarda o'qib tasavvur qiladigan paytlarim edi. Hamma qizlar kabi men ham e'tiborga, shirin so'zga o'ch edim va taqdir meni Asl ismli yigit bilan uchrashtirdi. U mendan 1 yosh katta, 16 yoshda edi, lekin ko'rinishidan ancha ulg'aygan, o'ziga ishongan haqiqiy ko'cha bolasi edi. U navvoylik qilardi, balki shuning uchundir doim issiq non va qandaydir mehnatkash insonning kelardi. Biz tanishdik, telefon raqamimni berdim. Birinchi qo'ng'iroq, o'sha hayajonni eslayman. Tungi suhbatlar, biz soatlab gaplashardik. U menga dunyodagi eng chiroyli so'zlarni aytardi. Men esa uning har bir so'ziga laqqa tushardim. Biz bir-birimizni sevardik. Aniqrog'i, o'sha yoshdagi bolalar sevgini qanday tushunsa, shunday sevardik. 1 oy davomida faqat telefonda gaplashdik. Keyin ko'rishga qaror qildik. Uchrashuvlarimiz boshida juda beg'ubor edi. Birga aylanardik, kulishardik. Ba'zan yelkalarimiz, qo'llarimiz bir-biriga tegib ketardi. O'sha paytda butun tanamdan tok urgandek bo'lardi, lekin u menga tegmasdi. Hurmat qilardim yoki paytini poylardi. Vaqt o'tdi. Aslning xarakteri sekinasida ochila boshladi. U talabchan edi. Ba'zan unga g'amxo'rlik qilib, ovqatlanib oling, qorningiz och der, ishdan chiqdingiz desam, u jiddiy qarab, "Bo'pti, ovqatlan." Lekin ko'rishganimizda bitta o'paman derdi. Bu shart qo'yish edi. Men uyalib, yerga qarardim. "Xo'p" derdim oxiri, chunki uni yo'qotishdan qo'rqardim. To'g'risi, men unaqa qizlardan emasdim. Jinsiy yaqinlik, shavoniy narsalar haqida o'ylashga ham qo'rqardim. Hatto xohlamasdim ham. Men uchun sevgi bu qo'l ushlashib yurish edi xolos. Lekin u erkak edi. Yosh bo'lsa ham unda instinktlar uyg'ongan edi. Bir kuni u qat'iy ohangda, "Ko'rishamiz, va'dangning ustidan chiqasanmi?" dedi. Men yo'q dedim qo'rqib. Lekin u ko'ndirdi. Biz maktabning orqa tomonidagi hech kim ko'rmaydigan eski zinapoya oldiga bordik. Atrof daraxtlar bilan o'ralgan qorong'u va pani joy edi. Yuragim tukunlab urardi. U menga yaqinlashdi. Birinchi bo'lib yuzimdan o'pdi. Men o'zimni noqulay his qildim. Boshimni u yoqdan bu yog'iga qimirlatib qochmoqchi bo'ldim. Bu uning jahlini chiqardi. U meni zinani ushlaydigan temir panjaraga yopishtirib qo'ydi kuch bilan. Keyin o'sha temirga o'zi ham chiqib oldi-da, meni quchoqlab lablarimdan qattiq o'pib ketdi. Men birinchi marta o'payotganim uchun nima qilishni bilmay toshdek qotib turardim. U oyog'imni ochib oldi. Ikki yonga quchoqlab labimni tishlardi. Javob qaytar deb qudranardi u. "Tilini chiqar." Men qo'rqardim. Og'zimni olib qochardim. 1-2 marta tilimni chiqardim u. Boshqa qila olmadim. O'sha kuni uyga qochib ketdim, lekin bu hali boshlanishi edi. Oradan 1,5 yil o'tdi. Biz hamon 11 ga edik. Men 16 ga, u 17 ga kirdi. Munosabatlarimiz o'zgardi. Endi u mendan ko'proq narsani talab qilardi. Aslning tug'ilgan kuni 29 iyulda, meniki esa 29 yanvarda edi. Bu sanalar biz uchun muhim edi. Har safar ko'rishganimizda u sekinasida chegaradan o'ta boshladi. Bir kuni quchoqlashib turganimizda u qo'lini pastga tushirib orqamni, ko'tlarimni g'ijimlab oldi. Men cho'chib tushdim, qo'lini surib qo'ydim. Gapira olmadim, chunki lablarimiz birlashgan edi, lekin ichimda qarshilik bor edi. Bir kuni u gaplashaylik dedi. Maqsadi aniq edi. Men yo'q dedim, lekin kechki payt soat 9 da baribir ko'rishdik. Qorong'u tushgan. Biz salomlashdik. Men unga yopishib turganimda uning jinsiy a'zosi o'sha qudog'i qattiq turib qolganini sezdim. U menga qadalib turardi. U yana orqalarimni ezishni boshladi. Men indamadim. Keyin qo'llari yuqoriga chiqdi. Ko'kraklarimni ushladi. Men chiday olmadim. "Qiynamang" dedim pichirlab. Bu so'zim unga signaldek ta'xir qildi. U birdan jiddiy bo'lib ketdi. "Серьезно va сразу."
o'zimni ko'tarib yubordi. Men shokda edim. Nima qilyapsiz deb so'radim qaltirab. U ko'zlarimga tikilib, o'zing xohlading-ku dedi. U orqamga o'tmasdan oldimga egildi. U tilini ishga soldi. Men hayotimda bunday hisni tuyg'onmagan edim. Qo'rquv o'rnini g'alati bir lazzat egalladi. U deb yubordim. U to'xtamadi. Men ham o'zimni yo'qotib qo'ydim. O'zing boshlading, endi davom et dedim. O'zim ham kutmagan holda biz maktabning orqasidagi o'sha zinaga o'tirdik. Men oyog'imni ochdim. U yarim soat davomida meni erkaladi. O'sha damlar hozir o'ylasam u yerdan yuzim qizaradi. Lekin o'sha paytda bu menga yoqimli edi. Juda mazza edi. Yoshlik, darmonlar, taqiqlangan meva. U mendan so'radi. Sen ham qilasanmi, yana og'zimga olamanmi deb so'radi. Men rad etdim. Yo'q, men so'zga qamasman dedim g'urur bilan. Biz o'pishdik, erkaladik. Men lazzatdan ho'l bo'lib ketgandim. Keyin eng yomoni boshlandi. Tursigimni kiyib oldim deb o'ylagandim, lekin u meni chetroqqa, qorong'uroq joyga tortdi. U meni devorga yuzim bilan yopishtirib qo'ydi. Men nima bo'layotganini tushunmay qoldim. U orqamda turardi. Uning asosi qudog'i orqamga, ko'timning ustiga tegib turardi. U tepadan pastga ishqaladi va birdan hech qanday ogohlantirishsiz, hech qanday tayyorgarliksiz u sekin emas birdaniga tiqdi. Mening orqam, mening ko'tim teshigi juda tor edi. Hech kim tegmagan joy. U esa shafqatsizlarcha harakat qildi. Voy dod deb yubordim ovozim boricha. Og'riq shunchalik kuchli ediki, ko'zimdan olim chiqib ketdi. Men tipirchilab uni bor kuchim bilan itarib tashladim. U chiqardi. Men qo'limni orqamga olib bordim. Qarasam qo'lim qip-qizil qon. Dahshatga tushdim. Yirtilib ketdi degan fikr miyamga urildi. Ko'timning teshigi juda kichkina bo'lgani uchun uning bu harakati meni jarohatlagan edi. Qo'rquv, og'riq va shok ichida qoldim. Men hech narsa demadim. Indamay kiyimimni to'g'irladim. Artindim va maktabga ham kirmasdan to'g'ri uyga qarab yugurdim. Ko'tim rosa ham og'irdi. O'sha kuni hatto o'tira olmay qoldim. Har qadam bosganimda zirviqrab og'irdi. Bu azob bir haftacha davom etdi. Bir hafta davomida men o'sha tunda bo'lgan ishlarni, og'riqni va Asilning vaigini o'ylab yotdim. Bu orada Asil aka bir marta telefon qildi. Men ko'tarmadim. Uni umuman ko'rgim kelmay qolgandi. Undan ko'nglim qoldi. U mening og'rig'imni his qilmadi, faqat o'zini o'yladi. Oradan bir oy o'tdi. Jarohatim bitdi. Og'riq qoldi, lekin xotira qoldi. Bu orada hayot davom etdi. Diyor ismli sinfdoshim bilan ancha yaqin bo'lib qolgandik. Qizig'i shundayki, og'riqlar unutilgach, yomon xotiralar o'chib, faqat lazzatli damlar esda qolar ekan. Eski yigitim Asilning qilgan erkalaslari menga bergan lazzati esimga tushaverdi. Mening hayolimda yangi rejalar paydo bo'ldi. Diyor, balki u bilan ham shunday qilsamchi, unga ham yalatmoqchi edim, lekin bu endi boshqa hikoya. Bu hikoyani sizlarga keyingi safar aytib beraman. Azizlar, o'smirlikdagi ehtiroslar ba'zan og'riqli yakun topadi. Ehtiyot bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Mammon hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni unutmang.